Jennining ayol tansoqchisi borligini bilarmidingiz? Aytishlaricha, u yiliga $3 million ishlab topadi. Unga qat'iy kostyum kiyish shart emas. Uzun sochlarini yoyib yurishi mumkin va ko'pincha o'zini Jennining assistenti sifatida ko'rsatadi. U bajarish kerak bo'lgan murakkab vazifalari bor. Hech qachon erkak tansoqchining Jenniga ochiq joylaridan tegishiga ruxsat bermaydi. Erkak qo'riqchilar undan kamida 3 metr uzoqlikda turishi kerak. Agar olomon juda yaqinlashsa, u Jennini quchoqlab, tanasi bilan to'liq yopadi. Jennini norasmiy kameralar bilan suratga olishni to'xtatadi. Chunki bunday surat va videolar sifatsiz bo'lishi, noto'g'ri talqin qilinishi yoki salbiy memlarga aylanishi mumkin. Bu esa uning reklama va tijoriy qiymatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. U suratga olishni ham bilishi kerak. Ba'zida kiyim brendlari Jenniga juda ochiq obrazlar yuboradi va u noto'g'ri ma'noda ishlatilishidan xavotirlanadi.